Hindistonda davolanishga yordam beruvchi insonlar ko'p, ammo Shinun bemorlar Hindistondan qaytganidan keyin ham ularni sog'ligiga alohida g'amxo'rlik qilish va davomli qo'llab-quvvatlashni yo'lga qo'ygan kompaniya. Ko'plab bemorlar Hindistonga davolanish uchun borib, o'z yurtlariga qaytgach, doktorlar bilan bog'lanish qiyinlashadi. Bunday muammolarni inobatga olib, Shinun Med kompaniyasi bemorlarning sog'ligini nazorat qilishda barcha zarur choralarni ko'radi. Biz bemorlarimizni nafaqat jarrohlikkacha jarayonida, balki undan keyin ham qo'llab-quvvatlaymiz. Har bir bemor uchun alohida reja tuzib, davolanishning har bir bosqichi bo'yicha maslahatlar berib boramiz. Yaqinda Hind doktorlari tomonidan O'zbekistonda amalga oshirilgan transplantatsiya jarayonlari buning yorqin misolidir. Jarrohlikdan keyin bemorlar o'zlarini yaxshi his qilyaptilar. Tiklanish jarayoni muvaffaqiyatli o'tgach, ularni uylariga kuzatish vaqti keldi. Ketishlari oldidan ularga maxsus jadvalni to'ldirish, transplantdan keyin sog'lom turmush tarzini olib borishda tavsiyalar berildi. Hozirda barcha transplant qildirgan bemorlar sog'lom va xursand. Siz O'zbekistonda doktor Vivek tomonidan transplant bo'lgan bemorlardan nima haqida savol so'ragan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring.